Jangga! Janob! Kechiring meni. Ashikaka Godaygo imperatori bilan birlashib oldi. Ular bizni Kaitodagi hamma qo'shinlarimizni yo'q qilishdi. Takauji tomonidan minglab bo'shilar yig'ildi. Nitta qo'shinlari nihoyatda kuchli bo'lib ketishdi. Uni ustiga Yoshiyoda Nitta o'z o'g'lini qo'mondon lavozimiga qo'ydi. Hozir esa uni askarlari Kamakoraga bostirib kelyapti. Nimalar bo'lyapti? Jang olib borish ustozi Tikaiki Setsuno. Kiyoko zo'rlanib o'ldirilgan. Qahramon bo'lish uchun yosh yigit hammasini yo'qotishi to'g'ri keldi. Ming la'nat senga, iflos sotqin! Mani ovoz chaqiryapti. Qiziq, kim ovozi ekan? Kimsan? Davlatni bosib olishga yordam beradigan ovozmi? Vassallari bilan hukmdor oilasi. Qadajon. 1333-yil may oyi. Biz sizni kutgan edik, Takiyuki janob. O'z o'limidan oldin otangiz, siz hali o'lishga juda yoshli qilasiz degandilar. Ularni oxirgi buyruqlari sizni bo'tdan qutqarish edi. Men sizni o'z yerlarimga olib ketaman. Endi siz Shinaodagi Suvada yashaysiz. Suva, Yurishigi. Sen nimalar qilyapsan bu yerda? Bo'tdan tezroq ketishimiz kerak. Ortimdan yuring. Mani qobiliyatim shunaqa bo'lishni etib turgan edi. Va shuning uchun men hammasiga tayyorlanganman. Mana shu tepaning orqasida meni xizmatkorlarim otlar bilan bizni kutib turishibdi. Yo'q. Men ham otam va akam kabi o'zimni o'ldiraman. Bu fikrni yo'qoting. Agar siz o'lsangiz davlatimizni kelajagi kimga qoladi? Xo'sh, unga nima bo'ladi? Ha, yaxshi savol. Undan uzoqqa fikrlamagan yaxshiroq deb o'ylayman. Agar u o'lsa, ko'p narsa o'zgarmaydi. Voy, nimalar deyapman? Unaqa deb bo'lmaydi. U taniqli kishi. Uni hali it ham bor edi. Mana do'zax qanaqa bo'lar ekan? Boshini sotgan jangchilari Kamakurani yo'qib tashashdi. Hammasi tegigacha yonib ketyapti. Ushla uni! Chop! Takauji Asakaga shunaqa razil ishlagacha qo'l uradi deb o'ylamagandim. Takauji. Nimaga? Kimsan? Men Shimotsukidan Gokeninman. Ismim esa Takauji Asakaga. Janob oliylari, mendan qochib keta olmaysiz. Seni shuncha kulib yurganlaring yolg'onga to'lamidi. Keling, xalqingiz uchun qasos olamiz, janob. Men sizga qo'limdan kelguncha yordam qilaman. Buni kulishlari umuman haqiqiy emas. Bu yerda o'ylab o'tirish ham kerak yo'q. Yo'qol. Men unchalik jinni emasman, qanaqadir firibgarga ishonadigan. Nima dedingiz? Nima mendan chiqayotgan yorqin nurlarni ko'zingiz ko'rmayaptimi? Firibgar emasman axir. Ota, lekin siz rostdan ham shubhali firibgarsiz. Belimga pichoq sanchiding. Men baribir hech kimdan o'chimni ololmayman. Ular bu yerda nimalar qilganini ko'ryapsanmi? Hattoki buyuk Minamoto no Yoritomo 5 yil Tayra qabilasini yo'q qilishga harakat qilgan. Men eslolmayman. Kim davlatni 24 kun ichida yo'q qilish qo'lidan kelganiga. Sen bir paytlar hazil qilganding. Men qachondir kelajakda buyuk qahramon bo'laman deb. Lekin keyingi avlodlar mendagi qanaqadir so'takni emas, balki buyuk jangchi Takauji Asakagani eslashadi. Hurmatni saqlab qolish uchun yutqazgan Boshi o'lishi kerak. Men shuning uchun o'z oilam yuzini saqlab qolay. Men ularni orqasidan ketmoqchiman. Shunaqa degan? Davay bo'lmasam sur.
Bu hukmronni vorisi! Faqatgina butunlay umidsizlikda, o'lim qo'rquvidan to'yganingizda Ruhoniy! sizni ichingizda buyuk qahramon olovi yonadi. Dovdir. Men o'lib qolganimda nima bo'lardi? Sheloni tepaga chiqib ketdi. Ortidan. Sizni hayotingiz uyat bo'lib qoladi degandingiz, lekin o'lim yaqin kelganda undan qochib o'zingizni baxtli his qildingiz. Sizni ichingizda qahramon uxlayotdi. Sizni yashirin va tez qochishingiz uni ko'p mahoratlardan biridir. Ana o'ta ochib o'ldirlaring uni. Siz yashashni istaydigan haqiqiy maxluqsiz. Omon qolish qobiliyatingiz bilan hech kim tenglasha olmaydi. Siz uchun o'limni ko'z bilan uchratish bu zavqli narsadir. Hozir Takaoji qanchalik jahldorligini sezib turibman. U davlatni bosib oldi, hukmronni yengdi. Lekin eng muhimi, hukmron o'g'lini birinchi o'rinda o'ldirishi kerak edi. Ammo hukmronning o'g'li jon saqlashda juda usta. Murdalar va qon Takaojini qahramon qildi. Lekin siz ham tirik qolsangiz qahramon bo'la olasiz. Sizlar ikkalinglar ham qahramon, lekin kelajaginglar har xil. Albatta, faqatgina qochib yursangiz hech kimni yenga ola olmaysiz. Sizga ishonib bo'ladigan do'stlar, kuch va bilim kerak. Bularni sizga olish uchun men o'zim yordam beraman. Toki sizni yuragingiz urayotgan ekan, Takaoji sizni izlab yurishga to'g'ri keladi. Ungacha esa siz yashirinib, qochib, kuch to'plashingiz kerak. Hammasi oxirida vahshiy o'yinni yutish uchun. Olg'a, davlat taxti uchun quvlanmachoq boshlandi. Yorishiga. Menga yordam berishdan nima foyda? Yiqilgan davlatni vorisini qulatib senga nima foyda bor? Chunki men Hojo qabilasiga sodiqman. Derdim, agar rostam ham firibgar bo'lganimda. Lekin siz baribir menga ishonmaysiz. Kamakuruni qo'lga olib taxtga o'tirganingizdan so'ng hammasini tushuntirib berishga so'z beraman. Men qanday insofsiz odamman. Bugun butun oilam o'lib ketdi. Bu shiylaga yarasha va men ham o'lib ketishim kerak edi. Bu sana aybing. Men sana deb o'z burchimdan qochib jonimni saqlab qoldim. Yorishiga. Sen shu uchun javob berasan. Albatta, janob. Men siz uchun hayotimda oxirgi nafasim chiqquncha bo'ysunaman. Yorishigi aytganidek 2 yil o'tar o'tmas, Takiyoki butun Yaponiyani lol qoldirdi. Olg'a! Odamlar o'limni burch deb hisoblagan vahshiy paytlarda bir yosh bola havas qilib bo'lmas taqdiridan iloji boricha qo'chardi. Uning yagona maqsadi davlat hukmdorini boshini olishdir. Shunaqa qilib tutib bo'lmas samuray shahzodasining sarguzashtga to'la sho'x hayoti boshlandi. Play Market va App Store'dagi anibla.uz uchun o'zbek tiliga o'girildi. Play Market yoki App Store'dan anibla.uz ilovasini yuklab oling va xohlagan animalaringizni sifatli dublyajda tomosha qiling. Anibla.uz birinchi uz fandom.
過去作ろういい国作ろう諸説も言うの超言うの思い詰まった時代は鎌倉進め南北朝まで洗う馬一生懸命地元レベゼン犬多いもの死に平原人とる水管木崩して鎌倉スタイル若衆類必たしなんで神社にぶっかく上がってどんな時代も僕たちは楽しいことがやめられないいざ Go to 鎌倉だ探すよさ巡る時代よりよりラウズレズレなるまま Go the way 和楽器鳴らしてさよめ超未来まで繋いでく Go to 鎌倉ダンスかます花歌が聞こえたらステップステップリズムに乗ってステップアップ大人になって鎌倉スタイル鎌倉スタイルOlg'a!